Giorni storiche knitegi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun 12-iyun 2025-yil. Bugun Ahmedobod aeroporti yaqinida Air India Boeing 787 samolyoti aviahalokatga uchradi. Bu yerda berilgan ma'lumotlarga ko'ra 242 nafar fuqaro bo'lgan. O'zbekiston TIV xabar berishicha, bu yerda O'zbekiston fuqarolari bo'lmagan. Fuqarolar 169 nafar Hindiston fuqarosi, 53 nafari Buyuk Britaniya fuqarosi, 7 nafari Portugaliya va 1 nafar Kanada fuqarolari bo'lganligi haqida aytilyapti. Ayrim kanallar 110 kishi halok bo'lganligi haqida ma'lumot bersa, ayrim kanal esa 40 nafar fuqaro halok bo'lganligi haqida xabar beryapti. Hozircha halok bo'lganlar haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Shu bilan birgalikda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Hindiston prezidentiga o'z hamdardliklarini bildirishgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Videosiga maksimal like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Bizni ham samolyotlarimiz har doim musofirlar bizni juda ko'p kuzatishadi. Rossiyadan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston barcha bizni Osiyo davlatlariga parvozlar, har kuni har xil reyslar bor. Albatta shu musofirlar haqqiga bir og'iz duo qilib qo'yish eslaringdan chiqmasin. Barchalaring sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Poddershka uchun rahmat. Har doim sizlar bilan omonjon bo'ldi. Omon bo'lasizlar, salomat bo'linglar.